Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musofirda yurgan birodarlar, sizlar mening diyorim kanalini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan men Muhriddin Muhammadjon o'g'li. Azizlar, bugun e'tiborlaringizga O'zbekistondan Moskvaga bo'ladigan eng arzon aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Ya'ni noyabr oyiga bo'ladigan eng arzon aksiya biletlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Kimda kim bizdan sotib olmoqchi bo'lsa, mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Bundan tashqari kimda kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, kirdi chiqdi zaril bo'lsa, granitsa qilib kelish uchun ham arzon biletlarimiz bor. Bemalol mana shu WhatsApp nomerlari orqali aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Xo'p, qani bo'lsa aviabilet narxlarini e'tiborlaringizga havola etaman. Xo'p, Toshkentdan Moskvaga azizlar 1-noyabrdan 30-noyabrga qadar 11.000 rubldan 12.000 rublgacha 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoylari bilan. Xo'p, Samarqanddan Moskvaga azizlar 1-noyabrdan 30-noyabrgacha 6.500 dan 7.500, 8.000 rublgacha bez bagajlari ham bor. Xo'p, 9.5 mingdan bagajlilari ham bor. 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoylarigacha bor. Xo'p, Termizdan Moskvaga 5-noyabrdan 29-noyabrgacha 12.500 rubldan 23 kilo bagaj, 5 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Vodiydan Moskvaga, ya'ni Namangan, Farg'ona, Andijondan Moskvaga 3-noyabrdan 26-noyabrga qadar 12.500 rubldan 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoylari bilan. Xo'p, Qarshidan Moskvaga azizlar 1-noyabrdan 30-noyabrgacha 11.000 rubldan bor, 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoy bilan. Xo'p, Urganchdan Moskvaga azizlar 1-noyabrdan 30-noyabrgacha 11.000 rubldan 23 kilo bagaj, 10 kilo rushnoylari bilan. Xo'p, bundan tashqari Nukus, Navoiy, Buxorodan ham bor. Srochniga arzon ular, ya'ni yaqin 10 kun, 15 kunligiga arzon bo'ladi. Aloqaga chiqsalar inshaalloh arzonroq topib beramiz. Mana shu ekranda ko'rib turgan WhatsApp nomerlariga bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Xo'p, yana bir bor eslatib o'taman. Kimda kim granitsa qilib kelmoqchi bo'lsa, granitsaga ham arzon biletlar qilib beramiz. Bundan tashqari Moskvadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Moskvaga inshaalloh arzon biletlar qilib beramiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga podpisatsiya bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Kimda qanaqa savol bo'lsa, kommentariyada yozinglar, WhatsApp orqali yozinglar. Inshaalloh hammaga javob qaytarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.